Bizda ajoyib xushxabar. O'zbek jangchisi, o'zbek futbolchisi Manchester Cityda o'tgan futbolchi Abduqodir Husanov haqida katta maqola e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar va bizni kuzatib boruvchi aziz tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Manchester City saytida klub yaqinida sotib olgan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida katta maqola e'lon qildi. Unda Husanovning klubdagi ilk kunlari va bungacha bosib o'tgan yili haqida hikoya qilinadi. Hozir ushbu hikoyani sizga taklif qilamiz. Angliyaning Manchester City futbol klubi o'z saytida qishki transferlar vaqtida jamoaga qo'shilgan Abduqodir Husanov haqida maxsus maqola e'lon qildi. David Clayton tomonidan tayyorlangan va o'zbekistonlik himoyachining shu vaqtgacha bosib o'tgan yo'li haqida hikoya qiluvchi bu materialni o'zbekchaga o'girdi. Manchester City matbuot xizmati materialni tayyorlashda ko'rsatgan yordami uchun Husanovning oilasiga minnatdorchilik bildirgan va maqolaga ilova qilingan suratlarning bari Husanovning oilasiga tegishli. O'zbek jangchisi Abduqodir Husanov hikoyasi. Manchester City muxlisining sevimlisiga aylangan yosh futbolchining bungacha bosib o'tgan yo'liga hech qayerda e'lon qilinmagan oilaviy suratlari va uni yaqindan taniganlarning xotiralari orqali nazar tashlaymiz. 5 kun Abduqodir Husanov Chelsiga qarshi o'yinda debyut qilgan vaqtning Manchester City futbolchisiga aylanganiga atigi shuncha bo'lgan edi. Endigina 20 yoshga kirgan futbolchining asosiy jamoaga tez qo'shilishi qisman himoyadagi inqiroz bilan bog'liq bo'lib, Pep Guardioladan yuqori ligalarda atigi 31 ta o'yin o'tkazgan va ingliz tilini deyarli bilmaydigan yosh o'yinchini maydonga tushirishdan boshqa chora qolmagandi. Debyut o'yinda maydonga tushgandan 3 daqiqa bo'lmasdan u Edersonga bosh bilan noqulay uzatma berdi. Bundan foydalangan Chelsea futbolchisi Nicholas Jackson to'pni egallab, uni jamoadoshi Noni Maduekega yetkazdi. Madueke hisobotni ochib Chelsiga oldinga olib chiqdi. Oradan 1 daqiqa o'tar o'tmas Premier Liga tarixidagi ilk o'zbekistonlik futbolchi to'pga tashlanishda xatoga yo'l qo'ydi va sariq kartochka oldi. Voqealar rivojini kuzatib turgan biror haqiqiy futbol muxlisi yo'q ediki, ingliz futbolidagi o'sha og'ir dastlabki daqiqalardan so'ng Husanovga hamdard bo'lmagan bo'lsa. O'shanda dunyo bo'ylab millionlab ko'zlar kameralar yirik planda ko'rsatayotgan yosh o'yinchi qadaldi. Uning o'zi o'sha lahzalarda maydonga yorilib, uning yutib yuborishini xohlaganida ehtimol, ammo kim ham o'sha ishlarda uni ayblay olardi. Bundan tashqari yomoni bo'lishi mumkin edi, lekin bo'lmadi. Jamoadoshlari, shaharliklar va uning muxlislari murabbiyi ishonchi bilan taymning qolgan qismida yetarlicha xotirjamlik ko'rsatdi. O'ziga bo'lgan ishonchini barqaror o'sib bordi va 54-daqiqada uning o'rniga John Stones maydonga tushirildi va Husanov debyutini olqishlar ostida yakunladi. Shu bilan Husanov maydondan chiqdi deyishga shoshilmaslik ham kerak. Husanov bundan keyin juda katta yutuqlarga erishdi va Manchester Cityda oyning eng yaxshi futbolchisi degan nomga ega bo'ldi. Shu bilan Abduqodir Husanovga omad tilagan holatda o'z videorolikimizni yakunlaymiz. Manchester City futbol muxlislari bizni kuzatib turgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozing. Balkim barcha futbol muxlislari kommentariyaga yozsin. Videorolikimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Bu biz uchun o'ta muhim.